neyme alamet. Ömrümde bundan ayrıplanlı saatli körp bakmağın kemen. Aldığınız tosalık yok. 18. numaralı konuşulu konusumuz buludu. Ben geri 91. Biz hazırlı buyruklu binanın yer konmakçı. Nait yakşı. 18. numaralık yol tayar boldu. Düşendim. Geri 91. 18. numaralık yolgu konuşka tayarlandı. Geri 91. Biz 18. numaralık yol konmakçı. Oy, bu neymiş? Havadaki aeroplan bilen alakı üzülüp kaldık. Qanda qilamiz? Hey, qaran, av nima? Pastlayib turdik. Kontrol qilish knopkasi ishlamadi. 18 numaralık yolning birinchi tarmog'i to'g'rilayli. Tumanda aerodromni aniq yo'g'il bo'lmayotdi. Kontrollog'i ishlamayotdi. Qo'mondonlik munari, darhol qo'nish buyrug'i bering. Darhol qo'nish buyrug'i bering. Hozircha yak qo'nmanglar. Pastda bir ish bo'ldimi, qandaq? Menimki o aeroplan aldığımızda. Aldırma, ola bizden buyrug'imizga bo'ysunudu. Voy xudoyim, u nima? Ish chatoq. O ishga aeroplan so'qilib ketadigan bo'ldi. Ulanın uçuş liniyasini özgertip deyli. Voy, yenimizden bir narsa o'tib ketganda qildik. Aldı qaran, aeroplan kelyapti. Kes, o'zana qachiringlar. Ehtiyot qiling. Çatak. O g'alet aeroplan ekan, so'qilib ketgili tas qoldik. Hozirgidek ahvolda faqat bizni xatardan qutulib qola olamiz. Av aeroplan egizlab asliga yo'ldan chetlab ketdi. Yana bir aeroplan nereden geldi? Nemel degan bilan bu aeroplan nurg'a odamning hayotini qutqizib qoldi. Siz ana yaxshi kompyuterni o'chiriting. Ular jinoyatchini kontrol qilib oldi. Ah, Parvardigor, bu aeroplanga rahmat. Bu neymiş? Parvardigor. O maşine qandaq mevatıdı? Kontrolligini yo'qotdi. O mashinani kompyuter boshqaryapti. Ichida bortaba. Mashinani mushtlaqmaydigan bormi? Onu tartib chiqarib olaylik. Gözünüz necham? Bu zati qandaq ish? Men bilmayman Volta, ammo birisini uni qaslab o'ldirmoqchi bo'lganligi aniq. Volta. Ahvol qanaqaroq? Qo'limizda bir gumonli jinoyatchi bor. Birisi uning mashinasining avtomatik kontrol qilish sistemasiga buzg'unchilik qildi. U cho'qon kompyuter biladigan odam. Bo'lsin abik. Men saqchi Volta, 95-yerdagi odamni mena kelgan.
Yohans efendinin ahvali eğir. Ama hazır sel muqimlaştı. Baş ve kökrek kısmı eğir yarılıptı. Qo'shiq keldimi? Yo'q, 48 saat kişi onun bilan so'zlashishga bo'lmaydi. Kim biladi? 48 saat ichida yana nima ishlar yuz berdi? Amal yo'q. Siz qaytib aramayling. Doktor rasaydi da olda siz optan bir qilib eling. Aerodromdagi kompyuterlar jinoyatchilarning kontrolida turyotidi. Shahar boshlig'i ularga pul berishni o'ylashyotidi. Pul berish faqat jinoyatchining davomli jinoyat o'tkazishiga Shahar boshlig'i uni biladi. Biroq hozirgacha bir odamning o'lmaganligining bir mo'jiza ekanligini biladi. Avto bilan bir yaxshi amal topsaq bo'ladi. Kim? Yo'q, u mening yaqin keyin deb beray. Biz kompyuter ko'rgazmasi o'tkazilayotgan Eriq mehmonxonaga yana boraylik. Ammo sen muvofiq niqobni kiyishing kerak. Xotirjam bo'ldi. Kompyuterdagi uchur qaraganda Porta Yohannesdan 92-yotoqqa. Qarab baqayli, u qandaq yangi o'yinni tuzib chiqdi ekan. Hozircha uni qo'yib turib, ma'mur ko'rib baqaylik. Qara olta, bu energiya xortish apparati o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, bu mening tilimdagi tok yo'lini buzib delaydi. Bu telefon nomeri tanishtirib qiladi-ku. Avto, buning kaynidagi maxfiy shifrga qarab baqay. Ha, respekt tunishqo. Aniqlab baqay. Los Angeles kalkuni tizgilash o'rni. Kompyuter buyruq kitmoqda. Olta, bu ish bizning gumonimiz bilan o'xshash. Bu butun shahardagi kompyuterlarni tizginlash numeri ekan. Bortami qaqsoq qilish qatnashdi-kanda. Undaqda u nima uchun qasd kuchraydi? Porta. Porta. Avto, qada qilamiz. Yushurnib olaylik. Bu yoqqa kel. Porta. Porta. Porta, siz bormi? Uni bu yerda yo'q degandim-ku. Qasam qilamanki, hozirli bir ovozni anglagandim. O cho'qim ishkirlik o'yitki televizorning ovozi. Porta endi bu yerga kelmaydi. Nimishqa bundaq deysiz? Chunki bir munavvar o'yinchi payti kelganda keskin tadbir qo'llanish kerak. Qandaq tadbir? Kompyuter o'yinda utib chiqish uchun ko'pincha qurbon berishga to'g'ri keladi. Siz mening farzimdagidan vahshiy ekansiz. Men bu shaharning kompyuter sistemida 2 yil ishlab, elektr energiya mulozimat sistemlarini to'g'rilashtirib berdim. Oxirida men